Assalomu alaykum barchaga. Hammaga kirib kelayotgan yangi 2026-yil muborak bo'lsin. Ushbu kelayotgan yil barchamizga sog'lik, sihatlik, salomatlik olib keladigan yillardan bo'lsin. Omad, baxt olib keladigan yillardan bo'lsin. 2025-yil shaxsan meni hayotimda esda qolarli, o'z xotiralari bilan esda qolarli yillardan bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. 2025-yil meni hayotimda bo'lib o'tgan voqealarga bir bor nazar solamiz. 2025-yil boshida ustoz Sherali Jo'rayevning to'ng'ich va kenja farzandlari Shohjahon va Zohirshoh Jo'rayevlar bilan ko'rishishlik, birga qo'shiq aytishlik nasib qildi. Ustozlarimiz bilan davlat konsertlarida ishtirok etdik. 25-yil esda qolarli yillar deb xuddi shu onlarda aytsam mubolag'a bo'lmaydi. Televideniya va konsertlarda ishtirok etib, ustozlarimizni, o'quvchilarni ko'nglidan joy oldik. Va poytaxtimizda bo'lib o'tgan ohanglar jilosi ko'rik tanlovida faxrli ishtirok etib, yaxshi natijalar bilan qaytdik. Va o'zimizning viloyatda bo'lib o'tgan san'atim, saodatim deb nomlangan ko'rik tanlovda faxrli ishtirok etib, 3-darajali diplom bilan taqdirlandim. Do'stlarimiz bilan xalq xizmatlarida bo'ldik. Xullas shunaqa gaplar. Meni qo'llab-quvvatlab turgan barchalarga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. Xudo xohlasa bu kelayotgan yangi 2026-yilda ushalmagan orzularimizni ushaltirishdi. Xudo xohlasa yangi marralarni, yangi cho'qqilarni erishishlikda hammamizga tilab qolamiz. Xudo xohlasa baxtimizga hamisha sog' bo'linglar. Kirib kelayotgan yangi 2026-yil barchamizga muborak bo'lsin. Xudo xohlasa yangi 2026-yilda ushalmagan niyatlarimizni, ushalmagan orzularimizni amalga oshirishni Xudo xohlasa so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, baxtimizga hamisha sog' bo'linglar. Xudo xohlasa yaxshi kayfiyatda kutib olish barchamizga nasib qilsin. Yana bir bor yangi yil muborak bo'lsin.